Judayam ko'p stress. Keyin yaqin insonlarimni yo'qotganman. Qanchalik yaqin? Judayam yaqin. Qolgan insonlarni ham yo'qotib qo'ymaslik maqsadida kurashdingiz? Yo'q, uning uchun emas. O'ylashimcha hozir 8 yil juda og'ir o'tgan bo'lsa kerak. Bolaligimdan beri hamma shu yoshimgacha stressda. Men umuman dugonam yo'q. Maktabda ham bo'lmagan. Bunaqa qalin. Ustozim faqat menga oyda tushganmisan deyardi. Men aytdimki, agar dedim bu kasalni davosi bor, davolanishi mumkin. Hech kimdan kam joyim yo'q meni. Oq dog'lar sizni sindirdimi yoki yana ham kuchliroq qildimi? Yana ham kuchliroq qildi. Yana ham kuchliroq qildi. Bu qomus bilan davolansa, juda ham tez natijaga erishadi. Men bu dardni his qila olmayman. Qachonki o'z boshimdan o'tkazmaguncha. Lekin siz his qilasiz. Bilmadim-u bu yo'lda nimalarni to'g'ri qilyapsiz, nimalarni xato. Lekin siz uchun bu savolning javobi qiziqligini bilaman. Bugun biz suhbat davomida Sevinchxon bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. O'zi sog'ligingizga qanday qaraysiz, Sevinchxon? Sog'lig'imga juda ham yaxshi. O'zimga e'tiborliman. Davolanayotgan vaqtlarim ham, davolanmayotgan vaqtlarim ham o'zimga e'tiborliman. Oq dog'lar o'zi sizda qachon paydo bo'ldi? 12 yosh. 12 yoshlik paytingizda. Hozir necha yoshdasiz? 20. 20 yoshdasiz. 8 yillik dard. Shunday. Bu 8 yil davomida boshingizdan nimalarni o'tkazdingiz? Endi qiz bolasiz, baribir ko'cha-ko'yga chiqasiz, odamlar atrofida, insonlar atrofida yurasiz ko'p. Oldin birinchi qo'llarimda paydo bo'lgan. Odamlar ko'rasdi, so'rasdi-da, ammo shuni so'rashini xohlamasdim. Shunaqa narsalar ko'p bo'ldi. Keyin men hammadan uzoqlashdim. Stressim menda kam bo'ldi. O'zim mani borimcha qabul qiladigan odamlar bor atrofimda, hech kim so'ramaydi. Menda shu tarafga qaraganim pers bo'ldi o'zimga nisbatan. Baribir hozir begona tanishlar bilan tanishsangiz bu narsani so'raydi-da. Odamlar baribir hozir sizdagi natijani ko'rishadi-da, lekin shu natijagacha bo'lgan 8 yillik yo'lni bilishmaydi, his qilishmaydi. Hattoki ba'zi paytlar qiziqishmaydi ham. Lekin bizni ko'rayotgan insonlar qiziqadi bunga. Chunki ular ham davo izlash maqsadida bizni tomosha qilishyapti-da. Nimalarni boshingizdan o'tkazdingiz? Juda ham ko'p stress. Keyin yaqin insonlarimni yo'qotganman. Qanchalik yaqin? Juda ham yaqin insonlarimni yo'qotganman. Shu kasallikni deb. Lekin hozir bundan afsuslanmayman. Ular menga kerak bo'lmagan insonlar ekan. Og'ir kunlarimda yonimda turmagan. Yo'qotishlar ham bo'ldi. Shunday. Lekin hozir davolandim. Menda yaxshi hammasi. Keyin hozir sizga tasavvuriy bitta savol beraman-da. Oq dog'lar, atrofdagi insonlarning nigohlari, salbiy fikrlari va markazda siz. Ishonchsizlik ham bor bu yerda. Mana shu qobiq sizni o'rab olgan va markazdan qanday qilib qobiqni yorib chiqdingiz? O'zingizga ishonch qayerdan paydo bo'ldi? Faqat o'zim uchun yashashga qaror qildim. Boshqa hech kim meni qiziqtirmaydi. Kimlar sizga dalda bo'ldi? Men hech kim. O'zim dalda bo'lganman. Hech kim dalda bo'lmadi 8 yil davomida. Faqat o'zingiz kurashdingiz. Shunday. Dorilarimni ham hamma narsamni o'zim olib, o'zim kurashdim. Ishondim uni ketishiga. Keyin xudolarim qancha so'raganman ketishini xohlab. Ko'p yaqin insonlarimni yo'qotganim uchun men davolanishga qaror qildim. Qaror qabul qildim. Keyin davolandim. Qolgan insonlarni ham yo'qotib qo'ymaslik maqsadida kurashdingiz. Yo'q, uning uchun emas. O'sha meni men yo'qotgan insonlar mendan voz kechganiga afsuslanish uchun. Men o'zimga kuch topib shunaqa davolandim. Qayerlarda davolandingiz? O'zi qayerlarga bordingiz? Faqat shu Qomusda davolandim. 2 yil, menimcha 1,5-2 yildan beri shu Qomusda davolanaman. Yuzlarimda, mashinalarimda dog'lar bor edi, manbirlarimda. Hozir yo'q bu dog'lar.
Keyin yuzlarimdagi dog'lar ketgandan keyin yana stressdan keyin qo'llarimda paydo bo'ldi. Lekin hozir yana davolanibman. Yana ketyapti qo'limdagilarim. Yana ketyapti. Oldingi o'zingiz va hozirgi o'zingizni solishtirganda qanchalik farq bor tuzalishda? Miyamda ham qanday o'zimni juda past ko'rardim. Hozir unaqa emas. Ko'rinish jihatidan ham boshqa jihatidan ham men o'zimga nisbatan o'zim uchun yaxshiman. Boshqalarni bilmadim. Men qanday bo'laman, qanday qabul qiladi, uning farqi yo'q. O'ylashimcha hozir 8 yil juda og'ir o'tgan bo'lsa kerak deyapman. Siz bola sifatida sizni tushunib. Chunki qarshimda turibsiz. Men sizni his qilyapman. Yig'lab oray deyapsiz-da. Shunday. Gapirayotganda titrayapti ovozingiz. Qanchalik ta'sir qilgan bu oq dog'lar sizning hayotingizga? Eng yomoni shu yaqin insonim yo'qotganimga afsuslandim. Shu dog'imni deb. Eng katta zarba shu bo'lgan. Qomus kapsulasi haqida qayerdan eshitdingiz o'zi? Internetdan ko'rganman reklama. Men ishonganman. Birinchi o'zimga ishondim. Keyin Xudoga ishondim. Keyin dorilarni oldim, ichdim. Yaxshi bo'ldi. Men qomusda shunday davolandim. O'sha tez ta'sirini bildim-da. Menda keyin hammasi yaxshi bo'ldi. Qancha vaqtda ta'sirini bildingiz? O'sha 1,5 oydan keyin qora dog' bo'ldi. Qora dog' bo'lgandan keyin o'zi 2 oyda xuddi o'zimni terimday bo'lib ketdi. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Statistikaga ko'ra, tomoshabinlarimizning 90% kanalimizga obuna bo'lmagan. Keling, buni birgalikda o'zgartiramiz. Buning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling, videolarimizga like bosing, fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning bitta harakatingiz videolarimizni oq dog'lar muammosidan aziyat chekayotgan insonlarga yetkazib, ularning shifo topishiga sabab bo'lishi mumkin. Balki aynan siz kimningdir shifo topishiga umid bag'ishlarsiz. 3 haftalikda ilk natija va 2 oydan keyin butunlay natijani ko'rishni boshladingiz. Shunday. Hozir qancha foizga tuzaldingiz? 50%. 50%lik natija bor hozir sizda. O'zi obsha tuzalgandim. Menda stress bo'ldi yana. Dog' chiqdi yana. Shunaqa narsa bo'lmasligi kerak, stress qilmasligim kerak ekan. Shuni hisobiga chiqdi. O'zi obshi qomusga davolanib yaxshi bo'lgandim. 12 yosh paytingizda nima sabab bo'lgan deb o'ylaysiz? Oq dog'lar sizda paydo bo'lishiga. Bolaligimdan beri hamma shu yoshimgacha stressda. Qanday desam, oilam ham, boshqa taraflarim ham hech yaxshi bo'lmaganda. Ko'p stress bo'ladi, tushunmovchiliklar shunaqa ko'p bo'ladi. Menda keyin genda bor. Shunaqa. Genda bor sizda. Va sizda ham bor, lekin tuzalyapsiz. Men tuzalyapman. Mutaxassislarimiz bilan bog'langaningizda sizga nimalarni tavsiya qilishdi? Mutaxassislarim faqat shunaqa asab qilmaslik, keyin dieta, foydali narsalar yeyish, mumkin bo'lgan foydali narsalarni yeyish, dorilarni to'g'ri qabul qilish, keyin dori losyonni qanday surtish jarayonlarini hammasini tushuntirib aytib beradilar. Aytib o'tdingizda 12 yoshim maktab paytlariga to'g'ri kelyapti. Dugonalaringiz, o'rtoqlaringiz, do'stlaringiz bo'ladi. Ularning munosabati qanday bo'ldi sizga? Men umuman dugonam yo'q. Maktabda ham bo'lmagan, unaqa qalin, uzoq hammasi bilan shunchaki salomlashuv shunaqa bo'lgan. Maktabda menga hech kim unaqa qiziqmagan. Shunaqa qaramagan. Lekin menda birinchi marta qo'limda paydo bo'lganda ikkita sinfdoshim ko'rib qolib so'ragan. Sevinch, senda shunaqa narsa bormi deb hayron bo'lgan. Men ularga qo'lim kuygan deb aytgandim. Unaqa yomon narsa bo'lmagan sinfdoshlarim orasida. Demak, u paytda ham o'zingizni bir olamingiz qobig'ingiz bo'lgan ekanda. Siz oq dog'lar paydo bo'lgan va yillar o'tgandan keyin o'sha qolipdan yana boshqa qolipga tushdingiz-da, to'g'rimi? Ustozim faqat menga oydan tushganmisan deyardi. Kamsitish. Yo'q, kamsitishmagan. Hammadan ajralib turardim-da. Hech kimga qo'shilmasdim.
avvaldan shunaqaman. Hech kim bilan do'st bo'lmayman. Hech kim bilan gaplashmayman. Maktabga boraman, shunday o'tiraman. Zvonok bo'ladi, dars tugaydi. Qaytib chiqib kelaman, bo'ldi. Bunaqa sinfdoshlarim bilan bir joylarga borib, shunaqa degona bo'lmaganman-da. Qomus kapsulasini birinchi davolanishni boshlaganimdan qabul qilishni boshladim. Ya'ni undan oldin davolanmadim deb aytdingiz. O'zi qomus kapsulasiga bo'lgan ishonch qayerdan yoki kimdan bo'ldi? Kimdir tavsiya qildimi sizga? Shu internetdan ko'rganman. Keyin xohlaganman davolanishni. O'zi yoshim katta bo'lgan, o'zi tushunyapman bunaqa narsa nima bo'lishini. Menda genda bor, shunaqa davolansam ketarmikin, shunaqa narsalar ham bo'ldi. Lekin men bir marta davolanib ko'ray, ta'sirini sezamanmi yo'qmi ko'ramizda dedim. Lekin davolandim, ketdi. Keyin bunga вообще yana ishondim. Men aytdim keyin, agar dedim bu kasalni davosi bor. Menga dedim yana chiqsa dedim, yana davolanishim mumkin. Hech kimdan kam joyim yo'q meni. Hamma bilan birday bo'laman. Bu kasal ketadi-da. Albatta dardini bergan davosini ham beradi deyshadi. Qomus kapsulasini boshqa insonlarga ham tavsiya qilasizmi? Ha, chunki qomusda davosi borda. Men chunki davolandim. Misol uchun men davolandim. Ko'ryapman, boshqalar ham davolanyapti. Bu narsa qanaqa? Bu kasallik ketadi. Bir xil bunaqa o'ziga oladi-ku, shunaqa stressga tushadi. Men shunaqa edim. Shunaqaman, kasalman. Bu kasallik ketmaydi, davosi yo'q deb o'yladim. Lekin men davolandim, ketdi. Hozir shuning uchun hamma narsa yaxshi menda. Oq dog'lar sizni sindirdimi yoki yana ham kuchliroq qildimi? Yana ham kuchliroq qildi. Yana ham kuchliroq qildi. Ichki og'riqni yengib o'ta oldingiz. Qomus kapsulasini xarid qildingiz. Shunday. Parhezlarni to'g'riladingiz. Kapsulani vaqtida qabul qildingiz. Vaqtida qabul qildingiz. Va hozir 50% natija bilan biz bilan suhbatdasiz. Shunday. Tasavvur qiling, endi siz bir kuni uyg'onganingizda ertalab uyg'ondingiz, oynaga qarayapsiz va 100% natija bor sizda. Tasavvur qiling. Qanday holatda bo'lasiz? Juda ham ajoyib. Qanday tug'ilgan bo'lsam, xuddi shunday bo'laman. 100% natijaga erishsam. Hozir jarayondasiz. Shunday. Albatta to'xtatmasangiz 100% natijani ham qo'lga kiritasiz. Faqat o'sha mutaxassislarimiz tavsiyalariga amal qilishingiz kerak bo'ladi. Agarda siz tomoshabinlarga, bizni ko'rayotgan insonlarga, ya'ni oq dog'larga qarshi kurashayotgan insonlarga gapingiz bo'lsa, hozir bemalol gapirishingiz mumkin. Ularga aytadigan gapim davolanish kerak, ishonish kerak. O'zini cheklab qo'ymaslik kerak. Boshqalardan, boshqa narsalardan, butun dunyodan cheklamaslik kerak. O'zini kasalligi uchun. Hamma narsaning davosi bor. Faqat odam o'zi harakat qilish kerak, o'zi ishonishi kerak. Men ishonch bilan qomus kapsulalarini oldim, losyonlarini surkadim. Menda shu narsa hammasi yaxshi bo'ldi. Boshqalarga ham tavsiya qilaman. Hammasi yaxshi bo'ladi. O'zlarini butun dunyodan cheklamaslik, stressga tushmaslik kerak. Bu qomus bilan davolansa juda ham tez natijaga erishadi. Butunlay tuzalib ketish natijasi ham bor. Faqat o'ziga e'tiborli bo'lgan odamlar. Tashqaridagi jang emas, ichkaridagi jang-da bu. Ichkari tarafdan kurashasiz. Bu jarayonda sizga ishonch ko'proq kerak bo'ladi. Azizlar, agar bizni YouTubedan tomosha qilayotgan bo'lsangiz va qo'ng'iroq bilan bog'langaningizda YouTube orqali ko'rib, biz qo'ng'iroq qilyapmiz desangiz, biz sizga 30% chegirmani taqdim qilamiz. Bizga obuna bo'ling, like bosing va biz suhbatni davom ettiramiz. Teringizda oq dog'lar paydo bo'ldimi? Uyalib, odamlar orasida yura olmayapsizmi? Vitiligo, ya'ni oq dog'lar kabi xastalikka chalingan insonlar ommadan o'zini berkitib, doimiy tarzda xijolatchilik hissida yurishadi. Bilasizmi? Bu kasallikning davosi bor. Lekin ko'pchilik buni bilmaydi va ko'p vaqt yo'qotadi. Qancha kechiksangiz, davolash shuncha qiyinlashib boradi. Dog'lar bo'lsa, kattalashib boraveradi. Lekin sizda yuqoridagi holatlar bo'lishidan oldin bu darddan qutulish imkoniyati bor. Biz sizga sinalgan
va samarali vosita qomus kapsulalarini tavsiya qilamiz. Bugungacha 20 mingdan ortiq bemorlar qomus kapsulasi orqali oq dog'lardan xalos bo'lishdi. Qomus kapsulasi haqida to'liq ma'lumot olishni istasangiz, quyidagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling. YouTube orqali ko'rib murojaat qilayotganingizni aytsangiz, 30% lik chegirmaga ega bo'lasiz. Siz eng to'g'ri tanlov qilishingizga ishonamiz. Yuqorida aytib o'tdingiz, 3 haftadan keyin qomus kapsulasini qabul qilishni boshladim va 3 haftadan keyin menda natijalar ko'rina boshladi. O'sha paytdagi hissiyot sizda qanday bo'ldi? O'sha paytda boshida yara bo'ladi-ku. Yara bo'lgandan keyin men shunday xursand bo'laman. Bu yaralar ketsa, shunaqa bitim yaxshi bo'ladi. Rostdan ham yaralar ketgandan keyin juda ham xursand bo'ldim. Bitim yaxshi bo'ldi. Tiniq bo'ldi. Umuman dog'da o'rni ham qolmadi. Juda ham xursand bo'lganman o'sha vaqt. Yara bo'lgan natijada men xursand bo'lishni boshlaganman. Dog' ketyapti deb. Mutaxassislarimizni tavsiyasini sizdan so'radim, qanday tavsiya berishdi, lekin tavsiya jarayonida ular siz bilan qanday muloqotda bo'lishdi? Mendan sog'lig'imni so'rashadi. Dorilarni vaqtida qabul qilyapmanmi, vaqtida uxlayapmanmi, asabiylashmayapmanmi, dieta qilyapmanmi, hammasini so'raydilar. Keyin dorilar sal o'zgarib turadi. Boshida bittadan kapsula ichsangiz, keyinchalik ikkitadan kapsula ichishni aytadilar. Keyinchalik 3 ta bo'lishi mumkin-da. Shuni nazoratda ushlaydilar ular. Keyin losyonni grammlari bo'ladi. Qaysi tanangizga qancha gramm, qanaqa grammda surkashligingizni hammasini aytadi-da. Shuni nazorat qiladilar mutaxassislar. Muomalalari hammasi juda yaxshi. Men dori olgan vaqtimda ham dorilarim juda ham tez yetkazib berishadi. Qancha muddatda yetkazib berishadi? Uzog'i bilan 2 kunda. 2 kunda uzog'i bilan qo'lingizga yetkazib berishadi. Shunday. Samarqanddasiz. Samarqandda. Aziz tomoshabinlar, aziz do'stlar, agar siz ham oq dog'larga qarshi kurashayotgan inson bo'lsangiz va bugun Sevinchxon bilan suhbatda dalda bera olgan bo'lsak, ishonch uyg'ota olgan bo'lsak, biz bilan bog'lanishingizni tavsiya qilamiz. Aziz do'stlar, dardni bergan davosini ham beradi. Hech qachon ishonchsiz bo'lmang deymiz. Omon bo'ling.